jamiyatimizdagi ayollar, xalqimizdagi ayollar ancha faol. Ancha faol qaysi sohada? Ma'lum bir sohada yoki yo'nalishdami? Yo'q, hamma yo'nalishda, hamma sohada. Eng asosiysi davlatimiz tomonidan ular qo'llab-quvvatlanyapti. Ularning fikrlari eshitilyapti. Dardlari tinglanyapti va yetmay qolgan ovozlarga esa ana shu ovozlarni yetkazib beruvchi ana shunday faol ayollar ham bor. Biz ana shunday insonlardan birlarini studiyamizga chorlaganmiz. Juda ham katta hurmat, e'tibor bilan va suhbatlashish ishtiyoqi bilan. Assalomu alaykum. Bu o'zimizning gap. O'zimizning gapda esa studiyamizning bugungi mehmoni juda ham faol ayol. Yillar davomida turli vazirliklarda matbuot xizmati rahbari bo'lib ishlagan. Jamoat fondlarida, turli xil fondlarda o'z faoliyatini aynan ayollar bilan ishlash bo'yicha o'zini yaqqol namoyon qila olgan faol insonni taklif qilganmiz. Mavludaxon Asqarxo'jayeva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Feruza Bonu opam. Xush ko'rdik Mavludaxon. Xushvaqt bo'ling. Kayfiyatlaringiz yaxshi? Har doimgidek tetik, baquvvat. Sizni kechki payt 8 ta tadbir kunduzi o'tkazib, kechki payt soat 18 dan keyin ko'rsak, assalomu alaykum deb turasiz-da. Ovozlar shunaqa jarayondor, ko'z tegmasin. Kayfiyat, ruhiyat hamisha baland. Qayerdan shuncha kuch? Chunki siz o'tkazayotgan tadbirlarni soni, majlislar, yig'ilishlar hammasini o'ylab qarab, men boshim og'rib qoladi masalan. Voy, qayerdaligi esdan chiqib qolmasmikin, Mavludan deb qo'yaman. Qayerdaligim esimdan chiqmaydi, lekin bir xilada bilasizmi, shunaqa holat bo'ladi. Axborot almashinuvida miya faoliyati ishlayotganda chalkashuv bo'ladi, lekin o'sha joyda siz to'g'ri qo'yib qo'yishingiz kerak. Chunki ong bilan ishlayotganda men har doim bitta narsani aytaman: "Yo Rabbim, noto'g'ri fikr bildirib qo'ymang. Noto'g'ri gapni gapirib qo'ymang." Shuning uchun ham eng kerakli narsa ertalab tongda turishingiz bilan kunni kutib olganingizda yaxshi insonlarga ro'paro qilgin Allohim deb aytaman va bilasizmi, insonlardan olaman motivatsiyani ham, energiyani ham. Chunki bevosita har bir insonni o'zi individual bo'lgandan keyin uni o'sha bir kunda ishlatadigan energiya tejamkorligi, energiya ishlab chiqarishi fiziologik insonni ruhiyatiga bog'liq. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, bu albatta inom etilgan bir xislatlardan biri. Va uyimdagilar ham aytadi, 24/7 holatda ishlay olasan bemalol, qasddan olasan. Hattoki rahbarlarim ham shu narsani aytishardi. Chunki qaysi bir yo'nalishga yuzlantirishmasin, albatta o'sha joyda bemalol fikrini izoh eta oladigan holatda bo'lamiz. Mavluda Asqarxo'jayeva O'zbekiston Ayollar media klubi rahbari, undan tashqari nogironlik spinal mushak atrofiyasi Sima Umid fondini boshqaruv raisligi faoliyatida. Qarang, bu ikkala yo'nalish ham juda ham jiddiy yo'nalishlar. Albatta. Jiddiy kuch talab qiladigan, jiddiy fikr talab qiladigan. Haligi nima deydi bilmadim, atrofiga o'sha haqiqatda jiddiy komandani yig'adigan. Lekin sizni ko'pchilik nojiddiy loyihalar orqali tanishadi. Ya'ni KVN. KVN ham jiddiy. Meni kechirishsin, nojiddiy deganimcha. Ya'ni bu ishlaringizdan Ayollar media klubi va spinal mushak atrofiyasi jamoat fondini raisligini oldida KVN hech narsa emasga o'xshaydi-da. Yo'q, to'g'risini aytsam, quvnoqlar va zukkolar meni hayotimga 2016-yil kirib kelgan bo'lsa, shu yildan boshlab yagona ayol hakamman. Shu bilan ham bir xilada g'ururlanib ketaman, chunki bilasizmi, menga nima uchun quvnoqlar va zukkolar bo'lmasam bu ijtimoiy loyihada biz jamoatchilik asosida faoliyat olib boramiz. Lekin yoshlar bilan ishlash bu boshqacha. Bugungi bo'layotgan trendlar va bugungi bo'layotgan muammolarni yechimi aynan shu yoshlar orqali topaman. Chunki bevosita ular, mana ko'pchiligi hududlarga ham chiqamiz, o'zimga ham bir gaplar bo'lishadi. Opa, yoshlarni hazilini qanday qilib ko'tarasiz? O'shani so'ramoqchi edim. Juda ham qattiq hazillar bo'ladi. Qoyil qolaman sizgaki, o'sha internet tarmoqlarida ko'rib qolaman. Shunaqa haligi nima deydi, psixologik zarbalar kerak bo'lsa qayerdadir, lekin o'zingizga olmaysiz, kulib qarshi olasiz. Bilasiz, barcha quvnoqlar va zukkolarda shunaqa yondashishimiz kerak, lekin kadr orti degan narsa ham bor. Buni hamma biladi. Chunki improvizatsiyalar
ko'p narsalar efirga olib chiqilmaydi. Chunki o'sha efir talab qiladigan joyi bor va uni ma'naviy yetuklikni, ma'naviy ularga beriladigan ozuqani biz beramiz. Lekin bu kadr orqasidan bo'ladi. Lekin o'sha yoshlarimiz talab qilinadigan narsani efirga ko'rsatish ko'proq qiziqarli bo'lgani uchun, shuning uchun bu tarafini ko'proq olib chiqib berishadi. Xafa bo'lib qolmaganmisiz hech ham? O'sha KVNdagi hazillardan, improvizatsiyadan. Chunki men ham xuddi shunday hazil qilarman ularga. Aytyapman-ku, u kadr orqali u ko'rsatilmaydi. Lekin uni yigitlarimiz biladi, yoshlarimiz biladi. Shuning uchun hamma jamoalar, bir narsani aytishim kerak, boshida Quvnoqlar va Zukolarga kelganimda, bu 2016-yil bo'lgan bo'lsa, jamoalarning soni bir 50 taga ham bormagan edi. Bugungi kunda 120 dan ortiq jamoalar ishtirok etishyapti. Butun respublika bo'yicha. Hamma o'yladi, siz ham ishtirok etasiz hakam sifatida. Hamma asosan saralashda hudud kesimida ishtirok etmayman. Bu yil birinchi marta voha kesimida ishtirok etdim. Endi bu ham respublikaga chiqadigan jamoalar bo'ldi. Voha kesimi deganda Xorazm viloyatida mana yaqin kunlarda o'tkazildi 27 may kuni. Respublikadagi saralashida choragida, finalda albatta. Qoyil. Bu hali metin iroda va to'g'ri qabul qila olishdi. Bu ancha muncha odamga berilmagan, ancha muncha ayol kishi masalan shundoq ro'molchasini stolga qo'yib uzurmay ketdim deb ketib yuborishi mumkin edi. Bundan oldin siz bitta gapni aytdingiz, ko'p davlat tashkilotlarida ishlagan. 2016-yil kelganimda hattoki mana Quvnoqlar va Zukolar assotsiatsiyasi raisi Olim aka bitta gap aytardi, iltimos sal seryozniligingizni chekaroq qo'ying, bu Quvnoqlar va Zukolar derdilar-da. Va juda ham ballani past qo'yganman. 3-4 degan sonlama bilan o'ynardi-da. Keyin sekin buni ketidan gapni ketidan va har bir yoshi bermoqchi bo'lgan, yoshlarcha bo'lgan fikrlashini sekin tahlil qilib, ular bilan birgalikda shu narsada yashashga harakat qilganingizda sizni fikrlash doirangiz ham o'zgarar ekan. Demak, ular bilgan trendlarni, haligi urf deymiz, odat deymiz, gaplar, ular hammasini bilishingiz kerak. Ulardagi fikrlashingiz kerak. Hozirgi haligi ayollar media klubi rahbari sifatida emas, hali ularning tengdoshi sifatida qaysidir ma'noda qarash kerak. To'ppa-to'g'ri. Lekin shunaqa joylari ham bor. Endi ma'naviyat degan joylari ham bor. Ballani bir xilda hali ham past qo'yaman, chunki juda ham bo'rttirib yuborish kerak emas. Biz o'zbek xalqimiz, o'zbek mentalitetiga baribir rioya qilishimiz kerak. Yevropadan kirib keladigan har qanday bir hazil bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, biz uni chegaralashimiz kerak, chunki biz baribir milliy qadriyatlarimizga asoslanamiz. O'rtog'im chiqdi. Imijdoshingiz. Bugun to'g'ri. Nega osmondagi uchgan erkakni Superman deyshadi? Ayolni esa yalmog'iz. Yigit qo'zichi bo'ladi, Superman bo'ladi. Qiz hakamda o'tiradi, yalmog'iz bo'ladi. Ayollar media klubiga qaytadigan bo'lsak, ayollar media klubi bu ayollarimizni ijtimoiy faol bo'lishga chorlash, ularni hali olma-pish, og'zimga tush kayfiyatidan chiqarish, ularga iloji boricha ko'mak berish. Meni yana bilmaganlarim bo'lsa ayting. To'g'ri aytasiz. O'zi bu loyiha qayerdan kelib chiqqanligini ozgina tarixini ham aytib berishim kerak. O'tgan yili 2024-yil 3-may kuni ayollarga bo'lgan e'tiborni davlat tomonidan juda katta imtiyozlar berilyapti, subsidiyalar, har xil ularni rivojlanishi uchun, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun boshqa davlatlarda yo'q bo'lgan imkoniyatlar berilyapti. Chunki nimaga bekorga aytmayapman, boshqa davlatlarda buni o'tirib tahlilini ham qilganmiz. Juda ham ko'p imkoniyatlar berilyapti-ku, lekin media orqali nimaga bular ko'rsatilmayapti? Media orqali ana shunday tadbirkor ayollarimiz qayerda degan fikrlar bo'lgandan keyin bu loyihaga asos solindi. Va bu yil baralla aytishim mumkin, Tanzila Kamolovna tomonidan yil loyihasiga ham aylandi. Shuning uchun ham bu loyiha hozir rivojlantirib ishga qaratilgan va rivojlantirishga qaratilganda aynan qanday qilib qaratildi? Yurtimizda shunaqa tadbirkor ayollarimiz ko'p ekan. O'zim to'g'risini aytsam lol qolyapman. Chunki davlat xizmatchisi sifatida vazirliklarda ishlab,
bu yerda o'zi bilan o'zini rivojlantirayotgan, kambag'allikdan chiqarayotgan, ish joylarini ko'paytirayotgan ayollar sanoqli deb o'ylagan. Chunki media orqali biz Kam ko'ramiz. davlat rahbari kimgadir o'sha medalini, ordenini berganlarni ko'ramiz. Kadr orqadagi deganimda, ya'ni efir orqasida hali juda ham ko'p tadbirkorlarimiz bor ekan. Ko'rsatilmaganlari ko'p. Mana yaqinda men bemalol aytishim mumkin, Dilbar Usmonova tadbirkorimiz 500 ta YTTga asos solgan. 500 ta YTT. Buni orqasida 50 mingdan ortiq ish o'rinlari yaratilgan. Qoyil. Men bu ayol bilan tanishganimda 6 yil oldin ochilgan korporatsiyaga asos solinganiga men ular bilan birga Xitoyda ham bo'ldim. Xitoy vakillari O'zbekiston ayol tadbirkorini kutib olishini va uni ehtirom qilishidan g'ururlandim. Topadigan mablag'ini men aytmayman ham, chunki bu korporatsiya aynan juda ham ko'p insonlarni kambag'allikdan chiqargan. To'xtamagan va har kuni o'zini ustidan ishlaydigan, o'zini bugungi talabidan qoniqmagan inson yetuk bo'ladi. O'zim ham to'g'risini aytsam, hozir 5-kasbga o'qiyapman. Yoshim 45 ga qarab ketgan, sразу aytib qo'yay. 5-kasbga deganim, bir kuni shunaqa bo'lib qoldi, bir yo'nalish bo'yicha oxirgi maktabgacha ta'lim vazirligida ishlaganimda, vazir o'rinbosari moliya bo'yicha, ismlarini aytmayman. Siz nimani tushunasiz, moliyachi emassiz-ku dedilar. Tahlilini to'g'ri qo'yib berganimdan keyin ular tushundilar. Keyin aytdilarki, siz bekorga bu yo'nalishni topmagan ekansiz. Shunda o'qishingiz kerak edi. Balkim bundan ham kattaroq anaqa soha egasi bo'lib ketardingiz dedilar-da. Keyin aytdim, to'xtab tur, zo'r gap aytdilar dedim. O'qiyman dedingizmi? O'qiyman dedimda, o'sha yili institutga kirdim. Hozir mana 3-kurs tamomlayapman. Keyingi Qaysi institut? Xalqaro Nordik universitetining moliya fakultetida o'qiyapman. Qoyil. Men jahon tillarini bitirganingizni bilardim. Ha. Undan keyinchi Prezident akademiyasini tamomlaganman. Boshqaruv yo'nalishi bo'yicha. Keyin magistraturani O'zbekiston jurnalistika universitetida tamomladim. Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida. Keyin maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha qayta tayyorlovdan ham o'tganman. Chunki menga bu narsa kerak edi. Soha vakili bo'lganingizdan keyin uni faqat amaliy tomoni emas, nazariy tomoni ham juda kerak. ichkaridan bilish kerak. Albatta, ichkaridan bilish kerak bo'lgani uchun o'shaning uchun qayta tayyorlovdan ham o'tganman va bu meni hozir 5-chi ta'lim. Qoyil qolish kerak. Motivatorlar aslida yonimizda yuradi. Faqat yaxshiroq ko'zimizni kattaroq ochib qarasak bo'ldi. Bitta motivator mana. Xursandman va tabriklayman sizni. Rahmat. Chunki bu tabriklanishga, tahsinga sazovor holat. Opa-singillarimizni ham, kelinlarimizni ham uyda nima qilsamikin, banka yo faloq qilsammikin, yo kirib uxlasammikin deyiladigan payt emas, 21-asr. Uni ham qilishga ulguramiz. Albatta. Yetish kerak edi buni oila, chunki bu vazifani hech kim bizni yelkamizdan olmaydi, u bizaniki. Chunki men bitta narsani aytaman, 3 ta qiz farzandning onasi bo'lganim uchun ham uyda qizlar ko'rish kerak buni. Men faqat ishni yo'lga qo'yib qo'yib, uyda osh-ovqatni, kerakli narsalarni qiz bola ko'rmasa, bu hayot shunaqadan iborat ekan degan fikrda tarbiyalanib keladi. Shuning uchun ham oddiy kuni yoki bo'lmasam ertalab shu bomdoddan keyin albatta turib, nonushtani albatta tayyorlashga harakat qilaman. Va yakshanba kuni buni hammaga aytishim mumkin, albatta yo quymoq, yo bilinchi qilaman. Chunki bu odatga kirgan. Shuning uchun oilani odati. Oilani odati, albatta. Tushunarli. Endi qarang. Endi siz ham bitta ayolsiz. Hozir mana o'zingiz gap boshlab qoldingiz. Men sekin kelayotgandim, siz tez ketib qoldingiz u yoqqa. Siz ham bitta ayolsiz, bir erkakni turmush o'rtog'isiz. 3 nafar qizaloqni oyijonisiz. Eng kattasi 19 yoshmi? 19 yosh, eng kichigi 2 yosh. To'ppa-to'g'ri. U 2 yoshni kim katta qilyapti hozir siz? Men sizni uyga borishingizni tasavvur qila olmayman-da hozir. Ya'ni asosan siz ishdasiz. Bilasizmi, Allohimga behisob shukr, onajonim borlar. Aha. Lekin boshidan ham aytib o'tishim kerak, enaga olganmiz, chunki chaqalog'im 1 oylik bo'lgan, 30 kunlik bo'lgan paytida
shunaqa rahbarimga alohida aytib o'tishim kerakki, oldingi vazir hozir endi bir universitetning rektori hisoblanadi. Agrippina Vasilyevna shuni ko'pchilik biladi. Maktabgacha ta'lim vaziri bo'lganlar shu 7 yil mobaynida shu inson bola tug'ilganidan tortib 1 yoshigacha bo'lganda imtiyozlar ko'p berdilar. Ya'ni o'sha go'dak vaqtida uni ona suti bilan boqish, boshqa uchun uyim yaqin ishxonamga, shuning uchun bevosita chiqib borib kelardim. Lekin bola pishiq ekan. Ora-orada kasha berib turdik, baribir 8 oyligida kashaga o'tib ketib qoldi. Hozir mana yosh katta bo'lganda farzand boshqacha bo'ladi deyshadi. Haqiqatan boshqacha. Lekin ko'chada bir xilda yurganda nab berangizmi deyishsa-chi, ozgina xijolat tortaman, lekin g'urur bilan boshimni ko'tarib, "Yo'q farzandim" deyman. Men yosh onaman, mana farzandim 2 yosh endi deyish kerak. Xuddi shunday. Bilasizmi yana bitta narsa? Haqiqatan motivatorman. Juda ko'pchilik mendan keyin aynan 40 yoshdan keyin Tug'ruqlar ko'paydi deng. harakat qilishdi. Endi yana bir narsa, psixologlar ko'p aytishadi, ko'p tergashadi bizni. Siz psixologiyadan ham yaxshi xabardorsiz. Ya'ni ishlaydigan onalar, mana shunaqa juda ham ijtimoiy faol ayollar ko'pincha o'zlarini qaysidir tomonlama farzandlari oldida aybdor his qilib qolishadi. Shunga ko'p Bor holat bunaqa. ko'p e'tibor bera olmayapman, vaqtimni ajrata olmayapman. Haligi faqat pul bilan ko'nglini olishga yoki o'sha moddiy narsa bilan ko'nglini olishga harakat. Bormi sizda ham shunaqa o'sha aybdorlik hissi? Aybdorlik hissi bunaqa ayollarda ko'pchilikda bor. Kimdir yo'q ham deyishi mumkin, men bunga ishonmayman. Chunki siz o'zingizga beixtiyor bo'lgan vaqtlaringizda siz bolalaringizga vaqt ajrata olmaysiz. Mana yaqin kunlarda ham qizlarga aytdim, 2 kunga Xudo xohlasa o'zimizni O'zbekistonning chiroyli go'shalariga olib chiqib ketaman. 2 kun yoninglar deb bo'laman. Chunki mana ikkinchi qizim kirib kelishi bilan, "Onajon, boshqa hech qayerga bormaysizmi?" Shu gapidan bilsam bo'ladi, men shu uyda yetishmasligimni. Chunki bola onaga to'yinsa, unaqa deb gapirmaydi. Qayerdir ketasizmi, yo'q, rejalaringiz nima deb ham aytmaydi. Shuni tushunamanki, albatta, lekin mendan tashqari uyda onaman bo'lgani uchun ularga shu mehrni farzandlarim bevosita bitta mendan emas, ya'ni meni dunyoga keltirgan onamdan ham olishadi. Qaysi holatda turmush o'rtog'ingiz balki yetar deb qattiqroq gapirgan paytlari bo'lgan? To'g'risini aytsam, 2016-yil, 17-chi ham deyishim mumkin. Madaniyat vazirligida Baxtiyor Sayfullayev rahmatli joylari jannatda bo'lsin, ustozim hisoblanadilar. Shunaqa siz bekorga aytmadingiz, axborot xizmati rahbari, o'sha paytda matbuot kotibi edim. Madaniyat vazirligida bittagina matbuot kotibi edi. Boshqa shtat ham yo'q edi. Butun respublikaga 250 mingdan ortiq xodim soat 1-2 gacha ishlashga to'g'ri kelardi. Ishonasizmi, ishonmasdan vazirlikning eshigining tagiga kelib mashinada o'tirardilar. Chunki shunaqa holatlar bo'lganki, yig'ilishga kirib ketasiz kechki payt, soat 8dami, 7dami, chunki har bitta narsani tahlilini qo'yasiz. Hech qaysi vazir 6dan keyin uyga ketmaydi. Men bunga ishonmayman. Chunki boshqaruvda har bitta narsani kun davomida o'sha yo'nalish bo'yicha masalasi hal bo'ladigan bo'lsa, o'sha 6dan keyin xodimlar o'zini masalalarini olib kirishardi, yechimini topish uchun, ular bilan suhbat qurish uchun. Va biz yechimini olib kirib, keyin yana topshiriq berganlaridan keyin shu ertangi kunga qolmasindirdim. Chunki ertangi ishlar qo'yilardi. Va shunaqa holatlarda bir kuni shunaqa dedilar, "Keyin raskladушка olib kelib bera qol ishxonangga" dedilar. Shu yerda qola qolgan dedilar. "Nima kerak bor san uyga" dedilar. Ushmagan ekanlar-ku shunda ham. Shunaqa dedilar. Endi bu albatta men hozir yumshoqroq qilib ko'rsataman. Har bir erkak kishi baribir uyda o'z vaqtida ovqatini yemasin, boshqa qilmasin, vajohati chiqadi. Shunaqa holatlar bo'lgan. Lekin ishonmagan holatlari bo'lgan. Men aytaman, har doim ishonmagansiz, mashinada o'sha yerda o'tirgansiz, men sizni poylaganman, daraxt tagida o'tirardingiz desam, shunaqa kuladilarda bir xilda aytadilar. Lekin bu hamma narsa sinov ekan va hayotiy tajriba ekan. Hozir agar kimdir biz 8-9 gacha qolib ketamiz ishda, bu narsa deyishsa, mehnatda hech kim o'lmagan deyman. Mehnat seni charxlaydi. Seni eng zo'r qiladi. Shuning uchun ham shogirdlarni tanlayotganimda ham va ularga berayotgan ilmimdan tashqari, tajribamdan tashqari har doim aytaman. Bugungi ish ertangi qoldirmanglar. Bugungi ish ertaga qolsa bo'ldi, u bo'lmaydi degani.
Va Baxtiyor Safovatchi bitta gapi bor edi. Qachon shu ishni bitirishim kerak desa, kechadir dedilar. Aha. Shuning uchun kecha so'zi bilan bizni bugundan qoldirmas edik. Qoyil. Qarang, turmush o'rtog'ingiz ishlaydilar. Agar siz bitta tashkilotda xotirjam ertalab 9 ga ishga borib 6 da qaytsangiz ham eringiz sizni boqib oladi demoqchiman-da. U tomondan bir tashvishli tomoni yo'q. Haligi Mavluda Asqarxo'jayevaga pul kerak bo'lgani uchun shu 4 ta tashkilotda rahbar bo'lib ishlaydi emas aslida. Ikkita tashkilotda oila olmayman. Ha, ikkita tashkilotda oylik jamoatchilik asosida o'ydi. Albatta, albatta. Yo'q, mayli, men sal qo'polroq keltiryapman, hali bo'rttiribroq aytyapman, lekin eringiz sizni, turmush o'rtog'ingiz sizni boqib oladigan darajada. Mavluda Asqarxo'jayeva ishlamasa oiladagi byudjet kamayib qolmaydi u qadar. Demoqchiman. To'g'risini aytishimiz kerak. Aha. Kamayib qoladimi? Ferzopa, ha, kamayib qoladi. Chunki baribir siz o'zingizga bo'lgan e'tiborni pul ishlab topgan har qanday ayol o'zini xarajatini yuqori plankaga qo'yish boshlaydi. Ya'ni siz o'zingizga qarash boshlaysiz. Kiyimni bugun siz qo'pol aytganda 500 millionni kiymaysiz, 2 millionlik, 3 millionlik kiyim tanlash boshlaysiz yoki undan va hokazo balog'ini. Men buni hozir nimaga aytmoqchimanki, ideal ko'rinishda bo'lishni xohlaysiz. Lekin bitta narsani inobatga olish kerak, qars ikki qo'ldan chiqadi. Shuning uchun xo'jayinim bilan birgalikda byudjetni amalga oshirishga harakat qilamiz va uydagi byudjetda ham ikkalamiz teng xarajatlarini bo'lib olganmiz. Ya'ni ular o'sha bolalarga bo'ladigan sarf xarajatlar, ro'zg'orga bo'ladigan sarf xarajatlarni hammasini ko'taradilar. Siz nimani ko'tarasiz unda? Men o'zimga qarashni. Yo'q, albatta hazil. Chunki farzandlarimiz o'qiydi, undan tashqari qo'shimchalari bor. Qo'shimcha darslar. Albatta. Keyin bilasizmi, men o'zim juda ham xayriya qilishni yaxshi ko'raman. Keyin sovg'alar qilishni yaxshi ko'raman. Adamlarga ham har doim mana qilaman. Onamlarga mana mashina sovg'a qilganman. Kelajakda mana yaqin kunlarda adamlarni safarlarga olib borgim kelyapti o'zim ham. Shunaqa narsalarga yig'aman. Yig'asiz. Albatta. Qoyil. Ya'ni men demoqchi bo'lgan narsam shu ediki, juda ham haligi ochidan o'lib qolgani uchun to'rtta joyda ishlamaydi Mavluda. O'zi qiziqqani uchun ishlaydi, o'zi xohlagani uchun ishlaydi, o'zi rivojlanishni istagani uchun ishlaydi. Masalan, bitta ishda bitta mutaxassisligingiz bor-da, sharqshunoslikni bitirish bu ham kam narsa emas aslida. Oho, umringiz oxirigacha yetadigan darajada ishlashingiz mumkin. Zo'r mutaxassisligingiz bor. Lekin shu joyda to'xtab qolmaganingizni men e'tirof etmoqchi edim aslida Mavluda. Rahmat. Ferzopa, lekin to'g'risini aytsam, bir xilada shu 3 ta ish ham yo 4 ta ish ko'plik qilib ketadi, chunki miya to'xtamaydi-da. Shunaqa ko'pchilikka motivatsiya berayotgan, motivator bo'la olayotgan ekansiz, o'zingiz ham hali kameradan tashqarida ham suhbatda aytdingiz. Sizning motivatoringiz kim? Kim ideal siz uchun? Hayotda ideal har bir inson. Har bir insondan, misol uchun mana sizdan ham oladigan jihatlarim bor. Va shunday insonlar yo'limizda uchrasa, albatta ular bilan ham suhbat bo'laman. Va uzoq vaqt ularni tinglab turib o'rganaman. Avvalambor onam eng katta motivator va meni barcha rahbarlarim. Chunki shunaqa bo'lganki, barcha vazirliklarda hech qachon 9 ta vazir ko'rganman. Vazirliklar jarayonida va kimdir aytishi mumkin, 9 ta vazirlikni almashtirganmiz. Yo'q. Ya'ni u vazirliklarda ular kelib lavozimda kimdir kelardi, kimdir ketardi va shu yo'nalishda shuncha vazir bo'lgan. Bitta narsani aytib o'taman, har bitta rahbar o'zidan bitta narsa albatta singdirib ketar edi. Va oldingi Mavluda bilan bugungi kundagi Mavludani solishtirsa osmonchalik farq bor. Shukronalik hissi bo'lmagunicha siz ideal bo'la olmaysiz. Azgina o'zimiz bilan o'zimiz qolgan paytda energetikani samolardan, Allohim berayotgan bir boshqa yo'nalishlardan ham olishga harakat qilaman. Tabiat qo'ynida o'tirishni yaxshi ko'raman. Jimjitlikni, qushlar sayrashini, suvlar shovqin oqib turishini. Sizni jiddiy jahdingizdan bunaqa jimlikni yaxshi ko'radigan odamga, ayolga o'xshamaysiz, chunki doim shovqinni, doim haligi nima deydi, to'qnashuvlar deganim haligi uchrashuvlar, tadbirlar, shunaqalar ichidasizda, lekin jimlikka ham vaqtingiz bo'lib turadimi? Haftada 1 soat vaqt ajrataman shunga. Chunki siz o'zingiz перезагрузка qilib olmasangiz bo'lmaydi. Bugun ayollarimiz sizdan ko'p narsa o'rganishgan bo'lsa ajab emas. Kimdir endi faoliyatini boshlayotgandir, kimdir nimagadir ikkilanib turgandir. Kerakmi menga?
kerak emasmi, qilaymi shu ishni yo'qmi deb. Kimgadir balki bo'ynidagi, gardaniga tushgan qaysidir sinov, qaysidir dard, alamni shundoq sidirib olib, mana bor ekan-ku, nimaga men o'tolmaymanmi yoki men qilolmaymanmi shuncha ishni deb bardam boshini ko'tarishga sababchi bo'lgandirsiz bugun bu suhbatimiz bilan. Albatta, bilasizmi, yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Har bir ayol, kuchli deb bekorga aytmayapman. Chunki ko'pchiliklarimiz uyda o'tirib boqimandalik hissi paydo bo'ladi ayollarda. Nega menga xo'jayinim qilib bermaydi yoki nega menga qaynota qaynonam yoki ota-onam yoki yana va hokazo boshqa insonlar. Nega men unga o'xshab yashamayman? Biz hammamiz bir xil emasmiz. Agar bir xil bo'lganda ayollarimizni yashash turmush sharoiti albatta bunchalik muammolar ko'paymas edi. O'sha boqimandalik hissini yo'q qilish uchun ayollarimiz shaxtam ikkita oyoqqa tik turib, shukronalikni aytib, men buni qila olaman deb o'zini qaytadan tug'dirish kerak. Ayol o'zi ojiza bo'lish kerakmi yo kuchli bo'lish kerakmi? Ikkalasi ham. Erkak kishining oldida ojiza bo'lish kerak, xo'jayini bo'lmagan paytida kuchli bo'lish kerak. U baribir kuchli, chunki u uyda hamma yumushlarini eplaydi, farzandlarini eplaydi va eng keraklisi ilmli bo'lish kerak ayol kishi. Siz ko'p ota-onalarimiz qizimizni uzatib yuborsak o'zligi bilishadi nima qilish kerakligini deyshadi u yoq tarafda. Mayli, ular balkim qabul qilayotganda qizimizni o'qitmasak ham bo'ladi, uyda farzandlarga qaraydi boshqa. Lekin farzandga tarbiya beradigan, farzandni o'stiradigan va uni ziyoli qiladigan bu onalarimiz. Shuning uchun bejiz aytmaydiki prezidentimiz, bu yo'nalishda ayollarimizni o'qitsak biz butun elimizni ilmli qilganimiz bo'ladi deyshadi. Shuning uchun ham hurmatli tomoshabinlar, ayniqsa erkak kishilarga bu ko'proq yuzlanaman. Qiz farzandlaringizni o'qiting. Albatta o'qiting, chunki ulardan bo'layotgan zurriyotlar bilimli, ilmli va ziyoli bo'lishadi. Bugun mana shu ko'rsatuvdan turib men siz onangizga rahmat demoqchiman. Rahmat. Va ularni yo'qlab qo'ymoqchiman duoyi salomlar bilan, chunki bir tadbirda ularni ko'rsatganidingiz, analar onam deb. Siz baxtlisiz, chunki ana shunday onangiz bor. Albatta. Siz xotirjam davlat ishlarida ishlayapsiz, chunki xonadoningizni tinchligini, qaysidir ma'noda osoyishtaligini, farzandlaringizni bexavotir uyga tashlab keta olasiz, sababi onangiz borlar. Shuning uchun ham ikki hissa baxtlisiz. Bu kamera siz onangizga rahmat aytish uchun tayyor turibdi. Hammasini ayting. Tomchisini ham qoldirmasdan ayting. Onajon, Allohimga behisob shukr qilaman siz borligingizga. Men har doim onamga shukronalik qilayotganimda ko'zimga qalban yig'lashim mumkin, chunki ko'pchilikni meni onamni onalari erta olamdan o'tganlar. Ular har doim aytganda men shu mehrni ko'rmaganman derdilar. Men sizdan parcha mehringizni oldim. Qattiqqo'lligingiz ham bor, mehrliligingiz ham bor. Bor bo'ling, dunyo turguncha turing ona. Mavlud Asqar Xo'jayeva, bunday so'z berishimga sabab balki men darmon borligi uchun shunaqa so'zlar ayta olmaganim uchundir. Balki siz suhbat davomida shunaqa xotirjam ishlayotgan ayolsizda, bemalol aytyapsiz ishlaringizni va aytyapsiz o'sha paytda uyda onam bo'ladi-da deyapsiz. To'ppa-to'g'ri. Bir emas, bir necha marotaba aytdingiz. Demak, sizni orqangizda tog'day turgan suyanchingiz. Albatta. Shunday ekan, u inson tahsinlarga, e'tiroflarga sazovor, siz onajoningiz. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Mavluda, sizga esa ishlaringizda omad tilaymiz. Faqat omad, faqat olg'a. Siz charchamang. Bitta savol beray o'zingizga ham. Mana bugun Feruzaxon, Feruza Bonu bo'lishingizga sizga nima turtki bo'lgan o'zingizga? Nimaga birdan savol bergingiz kelib qoldi? Men savol beraman-ku har Chunki doim. men ham sizga havas qiladigan joylarim bor. Siz ham kuchli ayolsiz. Siz zaifa emassiz. Shuning uchun Rahmat. shuni ozgina sirini bilmoqchi edim. Kadr ortida bo'lsa ham. Kuchli bo'lishga hayot o'rgatib qo'yadi. O'zingiz yaxshi bilasiz buni. Albatta. Ko'pchilik ayollarimiz, opa-singillarimiz biladi. Siz kuchli bo'lishga harakat qilmasangiz ham qayerdadir hayot eng zo'r o'qituvchi, eng zo'r muallim, eng zo'r tajriba maydoni. Afsus, bundan boshqa tajriba maydoni yo'q bu yer yuzida.
va ana shu hayot sizga hammasini o'rgatib qo'yadi, lekin o'sha bizga motivator, ilhom baxsh etuvchi insonlarimiz bor. Ana shu insonlar to'g'ri qaysidir vaqtda onamiz bo'ladi, keyin farzandimiz yoki turmush o'rtog'imiz, yana nimadir, hattoki g'amlar ham ilhom baxsh bo'ladi. Gapni olib qochdingiz va Yo'q. turtki bo'lgan narsani gapirmadingiz. Chunki menda haqiqatdan ham juda erka qiz bo'lib katta bo'lganman. Xohlaganim bisyor bo'lgan, hattoki shu maktablarimga ham, keyinchalik institutlarimga ham haydovchilar olib borib qo'yardi. Uyimizda qariydiganimiz bo'lgan. Lekin bitta narsani aytib o'tishim kerakki, shundoq turmushga chiqqanimda men osmonda uchib yurgan ekanman. Shunda yerga tushganman va yerda yer borligini bilganman. Qadam yurish kerakligini bilganman, bilasizmi? Shuning uchun aytamanki, Allohimga behisob shukr, agar shu holat bo'lmaganda bugun men bo'lmas edim va men bugun o'zimning ustida ishlamasdim, chunki hamma narsa tayyor bo'lgani uchun hayot shunaqa ekan deb o'ylaganman. Hozir tomoshabinlarimiz o'ylashmasin, ikki tayyor o'tirib olib bir-birini maqtab, "Voy, sizda ham shunaqa bo'lgan." Yo'q, aslida biz hayotiy tajribalarimiz bilan bo'lishyapmiz. Yaxshi-ku, bu kimnidir yaxshi tomonni, sizdan ko'ra kuchliroq tomonni ko'ra bilsangiz, tan ola bilsangiz. Yo'q, nimaga maqtayapmiz? Maqtayapmiz emas, biz boshqalarga nima beryapmiz? Biz ham shunaqa holatda bo'lganmiz, lekin albatta har bir insonning o'zini ichida siri bo'lgandan keyin uni efirga to'liq ayta olmaslik holatlari bor. Biz bu yerda bir-birimiz bilan bejiz o'tirganimiz yo'q. Yashang. Men esa sal boshqacharoq aytaman, Moldaxon, ruxsatingiz bilan. Faqat kuchli ayollargina bir-birini maqtay oladi va bir-biridagi yutuqni ko'ra oladi. Qolganlar esa pichirlashadi. Faoliyatingizga omad, charchamang hech qachon. Tushunishimcha, siz bilan biz hali ko'pchilikka motivatsiya berishimiz kerak. Albatta, chunki ayollar media klubida siz bizda qahramonsiz. Chunki Rahmat. opajonim, men sizni u yoqqa olib ketishga majburman. Ham suhbatdosh, ham bu yo'nalishda O'sha O'zbekiston ayollar media klubi ochilishida aynan o'sha tadbirda bor edik va biz ana shu birinchi tashkilotchilardan va tashkil etilayotganini birinchi guvohlaridan bo'lganmiz. Va juda ham umid qilaman, bu media klub yaxshilikka xizmat qiladi. Ayollarimiz yanada rivojlanishi uchun, ular jamiyatning to'liq butun vakillari bo'lishlari uchun xizmat qiladi deb. Mavluda Asqarxo'jayeva edi. Kimdir qo'noqlar va zuqoladan taniydi, kimdir ayollar media klubidan. O'zlarini aytib berishlariga qaraganda kuni kecha Qashqadaryo tomonlarida, Surxondaryo tomonlarida eng chekka qishloqlarda ham hattoki bo'lib keldi. Aynan ayollar media klubi faoliyati doirasida va bugun faqat Toshkentda o'tirib qaysidir majlisbozlik yoki qaysidir balandparvoz gaplar bilan shug'ullanilmayapti. Haqiqatda siz yoki yoningizdagi ayol opa-singillarimizni ham yoniga borib, "Labbay, singlim, opam, sizga nima kerak? Bizdan nima yordam? Qo'lingizni bering" deya bemalol siz ishonch bilan bersangiz bo'ladigan qo'llar, yordam qo'llari, ilhom qo'llari cho'zilyapti. Bu o'zimizning gapida. O'zingizni ehtiyot qiling. Omon bo'ling.